Do'stlar, yo'l-yo'lakay ketayotgandik. Sovuq kunlar keldi. Arzon 7000 so'm evaziga 3 soat uyda istalgan ekolon pechkalarimizni yasayotgan ustakamizni joyiga ko'zimiz tushib qoldi. 1 200 mingdan chiqarishyapti, lekin akamizdan so'raymiz. 1 200 mingdan arzon qilib bersalar, optim joy bo'ladi. Ustaka hormi? Ekolon pechkamiz nech pul aka? Assalomu alaykum. Yo'l-yo'lakay ko'rdik. Qanjoy sog' bo'lsin, charchamayapsizlarmi? Xudoyim kuch-quvvat bersin. Pechkalarimiz nech pul aka? Aka hamma 1 200 ming chiqaryapti. To'g'risi kanalimizga joylab yuboramiz. 1 50 mingdan berasizmi? Berasizlar 1 millionlikdan. Akalar 1 50 mingdan 150 ming so'mdan o'tib berdilar biz obunachilarimiz uchun. 7000 so'm evaziga 3 soat uyda isitadi. Nomeringizni qoldirib qo'yaylik. Telefon qilishsa, yana kelishtirib yo'llarga berasiz. Joningiz sog' bo'lsin, akalar aloqaga chiqaverasizlar. Barakasi. Aka, Xudoyim kuch-quvvat bersin.